Nahr va Xurosonda tasavvuf allomalari bilan bir safda faylasuf olimlar va mutafakkirlar jamiyatning ijtimoiy, ma'naviy hamda madaniy hayotida ulkan iz qoldirdilar. Bunday buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ja'far Muhammad Nasriddin Tusiy 1201-yilning 18-fevralida Xurosonning Tus shahri yaqinidagi Jahrun qishlog'ida tavallud topgan. Diniy va falsafiy ilmlari 1216-yildan Nishopurda, shaharni mo'g'ullar bosib olgandan keyin esa Tusda o'rgangan. 1228-yil 55-yillarda islomiy hukmdorlar, jumladan Ko'kiston hukumi Nasriddin va uning o'g'li Muiddin saroyida xizmat qilgan. Kitobning yozilish sababi: Tusiy mineralogiya, tibbiyot,